Vısal izlab safar qildim. Payg'ambar rahbarimdir. Ulug' Qur'on kunduz quyoshim, kechalar ko'kda oyimdir. Allah yeganidir shaksiz, Muhammad elchisi berhaq degan ushbu go'zal so'zlar mening oliy shuarimdir. Söyümlü kızım, sana hergizmi elveda demeymen. Belki del eksice, yani körüş küçü hoş emese demekçimen. Sen beşingni tik tutup zalimga karşı isyan bile yaşadın. Bütün tosalgılarını yenip, hürriyetke çeksiz işkınını bekişledin. Bu ümmet medeniyet ve pezilette haqliq bo'lgan o'rniga ega bo'lsin deb ularni qaytadan terildirish yo'lida jimjitqini yangi ufuqlarni izladim. Tang tushlarni qilib yurgan ishlariga berilmadim. Her daim darsda birinchi bo'layotgan turuqliq yana o'rganishga bo'lgan ishtiyoqing tuvallab qolmadi. Men bu qisqa hayotda sening suhbatingga qonmadim. Sen bilan ko'ngil ochqidek, xushal yayrab o'ynag'idek keng kushali vaqtim bo'lmadi. Sen bilen Rabiatul Adviya meydanında en ahirki qatim görüşkünümüzde sen bana, sen biz bilen birgi turup mu yana bizden juda sen deyiş arkalık ağırnışlarını tilga algan edim. Men mi sana, kızım, bu hayat birbirimizge toygadek uncha uzun emas. Şuna birbirimizge qanğuç toyuşumuz için Allah'ın bizge cennette muşundaq söhbetleşini nasip kılışını tileyli degen edim. Sen şehit buluştun 2 gün ilgili. Seni toy kiyimleri içinde düşündü gördüm. Sen dünyada misalını tapqıl bulmaydıgan derecede bir güzellik içinde edin. Yenime kelip cimgini olturgununda men sendin. Bu keçe senin toy keçen mi? Dep sorudum. Sen cevap berip, mening toyum keçte emas, çınqı tuş vaqtida buludu dep cevap qaytırdın. Çarşamba günü tuş vaqtida şehit bo'lganlik xabaring man yetib kelganda bo'lsa, sening bana düşümde degen sözlerini ma'nisiga yetgan bo'ldi. Allah'ın seni şehitler qatorida qabul qilishini tilayman. Sening şehitliking bizning haqli ekanligimizga va dushmanlarimizning botil ekanligiga bo'lgan qat'iy ishonchimizni texmi kuchaytdi. Sen dunyodan ayriladigan chaqda yaningda bo'lolmading. Oxirgi qatim bo'lsa-mu seni bir ko'rolmadim. Peshoynangga ezib qina bir suyolmadim. Hatto jinoza namoziga qatnashish sharpiga muyassar bo'lolmadim. Bu meni chunqur azobladi. Mening bunday qilmaganligimning sababi o'limdan yoki qorong'u turmalardan qo'rqqanligim emas. Balki sen hayotingni fido qilgan shu muqaddas davoni manzilga yetkazish va davomlashtirish yo'lidagi aldirashligim bo'ldi. Sen zolimlarga qarshi beshingni tik tutib ko'krak kirganingda osiylarning o'qi naq ko'ksingga tegdi. Ammo ruhing arshi a'loga yukseldi. Nima degan ajoyib g'ayrating va go'zal tarbiya ko'rgan nafsing bor sening. Men shuningga ishonamanki, sen Allohga bergan va'dangga sadoqatingni ko'rsatding. Allohmi sana qilgan va'dasiga sadoqatini ko'rsatdi. Mana shehidlik martabasini bizga emas, sana nasib qildi. Jonijon qizim va hurmatli ustozim. Oxirda men sana elveda demayman, balki dal aksicha yana ko'rishguncha xo'sh emasa demoqchiman. Chunki biz pat yaqinda uchrashimiz. Payg'ambar alayhisalom va ashablari bilan Havzi Kavsarning bo'yida birlikda bo'lamiz. Cheksiz qudrat va hukmronlikning egisi bo'lgan Allohga eng yaqin, uning nazarida eng qimmatlik va eng sharafli bir maqomda mangu ayrilmaslik orzuyimizga, shundaqla bir-birimizga to'yg'uch qarab o'ltirishadigan ashi go'zal kunlarning orzusiga yetish umidi bilan qayta ko'rishguncha xo'sh emisa. أسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح قويا ينادي الكفاح الكفاح